Shoshilinch xabar. Jahon futboli afsonasi Fabio Cannavaro endi O'zbekiston terma jamoasining bosh murabbiyi. 2006-yilgi jahon chempioni, oltin to'p sovrindori endilikda Toshkentda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi 6-oktyabr kuni bu haqda rasmiy bayonot berdi. Ma'lum bo'lishicha, Cannavaro bilan 2026-yilgi jahon chempionati kampaniyasigacha mo'ljallangan shartnoma imzolangan. Uning asosiy vazifasi terma jamoani Osiyo Kubogi va jahon chempionati saralash bosqichlarida yuqori natijaga olib chiqish. Cannavaro shunday dedi: O'zbekistonda futbolga muhabbat katta. Bu yerda salohiyat bor va men bu jamoani yangi darajaga olib chiqaman. Futbol muxlislari esa ijtimoiy tarmoqlarda shunday yozishmoqda: nihoyat haqiqiy professional murabbiy keldi. Endi esa barcha e'tibor yangi terma jamoaga qaratilgan. Hamma bir savol bilan qiziqmoqda: Cannavaro boshchiligida O'zbekiston jahon chempionatiga chiqadimi? Do'stlar, bu haqda siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Videoga like bosing, Atlas TV kanaliga obuna bo'ling va eng so'nggi sport yangiliklarini birinchi bo'lib ko'ring.